Odamlar 10 kilometrdan piyoda yura olmaydi, lekin bu bola Asakadan turib hozir qayerga yetdi aka? Hozir Bo'kadamas. Mashalloh, akam xudo xolasa butun O'zbekistonni qiyinchilik bo'lmadi, shu karavonda yotdim. Akalarimizga rahmat. ana Ko'pchilik ko'rib, sen keta olmaysan deb ana qildi, akalar ketaman, qo'llab-quvvatlab turinglar dedim. Ko'pchilik so'rayapti. Inshaalloh. Qiyinchilik yo'q, qiyinchilik bizga begona emas dedim. Hali hammasi yaxshi bo'ladi, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi menga dedim. Xudo xolasa sizlar podpischilar mana turibdi, qo'llayapti, ashlar anaqasi chiqdi. O'zbek akalarimizga rahmat kattakon. Qadar aka, Suhbat aka, Iskandar aka, Qobiljon ustida Elyorlar ana qilyapti, qo'llab-quvvatlab yana Asadbek akam ham dostonlar ham aytyapti, oshna davay gazini bosing deyapti. Mana men o'sha gazini bosib ishigicha keldim. Xudo xolasa bugun yo'lga chiqsam, kechqurun 21 bo'lsa, 21:00 da chiqsam, sahar 5 da Gulistonga yetib boraman inshaalloh. Shukronlar, Gulistonda akalar bormi? Xabarlar, men boraman akalar. Paddeshkani uramiz akalar. Asakadan turib shu yergacha yetib kelibdi o'sha Sirdaryoga bemalol yetib kelibdi. Odam maqsad qilsa albatta erishadi. Shu akamiz uchun bitta like bosib qo'yinglar, akkauntini qoldiraman, obuna bo'lib qo'yinglar. Paddeshga kutaman Asaka, davay.